Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda sizlarga BirXBet platformasida qanday qilib ro'yxatdan o'tishni bosqichma-bosqich ko'rsatib beraman. Birinchi navbatda siz videoning ostidagi havola orqali rasmiy saytga kirasiz. Sayt ochilgandan keyin yuqori qismdagi ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Shundan so'ng sizga bir nechta variant chiqadi. Telefon raqami, email yoki tezkor ro'yxatdan o'tish. Eng oson usul telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tish. Telefon raqamingizni kiriting va o'zingiz uchun xavfsiz parol o'ylab toping. Endi eng muhim qismga e'tibor bering. Promo kod joyiga BirXBet Pro deb yozing. Bu orqali siz maxsus bonuslarga ega bo'lishingiz mumkin. Barcha ma'lumotlarni to'ldirgandan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Shu bilan sizning akkauntingiz tayyor bo'ladi. Endi siz hisobingizni to'ldirib, sport tikishlar yoki kazino o'yinlarini boshlashingiz mumkin. Agar siz hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, hoziroq boshlang va imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Video foydali bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Barchangizga omad tilayman.